Hozirgi zamonda chiroyli xotin uchun chiroyli pul kerak. U haligi avvalgi zamondagi sochini qatiqlab yuvib, qoshiga qalin qilib o'smani qo'yib olishlar u inamiz zamonida qolib ketgan. Hozirgi ayollar unga unamaydi. Hozirgi erkaklar ham unaqangi tabiiy go'zallarga emas, o'ziga million sarflagan ayollarga anqayib qarayapti-da. Ko'chada ham, internetda ham. Hammasi ham emas, ba'zilari. Lekin o'zini ayoliga rasvodga kelganda nima dermish? Yo'q, onasi, shundoq ham go'zalsan. O'zing tabiiy go'zalsan. Tabiiylikka nima yetsin? Menga shundoq ham yoqasan dermish. Lekin o'zi yana ko'chadagi o'sha million sarflagan soxta go'zallarga anqayib qararmish, havas qilib. Hammasi ham emas, ba'zilari. To'g'ri, lekin shunday erkaklar ham bor. Ayoli uchun zo'r sharoitni qilib, ayoli uchun pulni berib ayamasdan o'zi uchun uyini ichida ayolini go'zal qilib olib yurganlar ham bor. Ana kecha bir ayol aytayapti konsultatsiyada. Eri aytarmish. Onasi o'zingga qaramaysan, o'zingga qara, chiroyli bo'lib yur debdi. Xo'p, dadasi, pul bering, o'zimga qarayman. Pul bering, salonga boraman, kiyim olaman desa, nima dermish? Ya sen o'zi tabiiy go'zalsan. Onasi, tabiiylikka nima yetsin? Qara, tabiiy go'zalsan. Menga shundoq ham yoqasan dermish-da, lekin o'zi yana ko'chadagi o'sha soxta go'zallarga, o'ziga million sarflagan 8 kiloni choplaganlarga, shularga havas qilib, shularga anqayarmish. Lekin xotiniga pul bering deganda, tabiiy go'zalsan, tabiiylikka nima yetsin?